Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar. Xudo xolasa yana bir yangi obyektimizga kelib olganmiz. Tomga penalonboz quyish xizmati. Hozirgi obyektimiz ham Andijonda bo'ldi. 150 kvadrat atrofi joyimiz bor edi. Kelib ishlarni boshlab olganmiz. Videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Video davomida batafsilroq ma'lumotlar berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar do'stlar. Ushbu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan layklar bosib, obuna tugmachasini bosib qo'yasizlar. Rahmat barchaga. Mana do'stlar, tom qismiga ham chiqib oldik, ish jarayonlarini boshlab oldik. Har bitta obyektga borganimizdan so'ng birinchi o'rinda tom qismini ko'zdan kechiramiz. Agar vassali shilibkalar yaxshi holatda qoqilgan bo'lsa, tomlar toza holatda bo'lsa, ushbu materialimizni yozib, bir boshdan quyishga tayyorlab boraveramiz. Bu penalonbozda asosan loy suvoqlarni o'rniga quyib kelyapmiz yoki bo'lmasa yuqo bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib bersak bo'laveradi. Effekti 100% darajada bilinadi. Umuman havo o'tkazmaydi. Shuni hisobiga yoz kunlarida salqin, qish kunida bo'lsa uyda haroratini bir xilda ushlab beradi. Issiqlik tom qismidan chiqib ketmaydi. Tarkibi haqida ham qisqaroq ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, gips tashaladi, sement qo'shiladi, ko'rib turganlar shu penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi shuni suyuq holatda quyib borilaveradi. Bu quygan mahsulotimiz uzag'i 10 minut ichida qatiydi. 10 minutdan so'ng quyganimizdan so'ng ustida bemalol yuraverasiz. Bachoylaringizni ham qo'yib boraverasiz, suv bachoylaringizni, elektr montaj ishlarini ham olib boraverasiz bemalol. Oyog'ingiz chiqmaydi, yorilmaydi, uqalanmaydi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga 1 oy, 2 oy vaqt kerak bo'ladi. Shu 2 oyning ichida yana ham qatib mustahkamlashib qurib ketadi. Hozir bu obyektimizga mana 7 sm qilib quyib boryapmiz. 1-2 sm albatta plus minusida ketyapti. Kerakli joylarga ham dimoxod qo'yib boryapmiz. Dimoxodlarni ham har bitta uy katta kichikligiga qarab 2 tadan yoki 3 tadan qilib qo'yib boramiz. Havo aylanib turadi. Shuni to'sinlarni, vassalliklarni bir chirishini oldini oladi. Do'stlar, kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ekranda ko'rinib turgan nomerlarga telefon qilaverasizlar. Xizmatimiz O'zbekiston bo'ylab. Videoni oxirigacha ko'rganlaring uchun barchaga rahmat. Salomat bo'linglar.